Oktagon Liga tarixida yana bitta ajoyib jang tomosha qilamiz. Xudo xolasa 13-iyun Oktagon 87-turnirida Fazliddin Karim Madrahimov, Muhiddin Mamajonov 70 kilogramga vaqtinchalik chempionlik uchun jang qilishadi. Bu 3-jang. Oldin nima bo'lgan o'zlaring bilasizlar. Bir marta Fazliddin g'alaba qozongan bo'lsa, bir marta durang qayd etgan. Bu esa trilogiya 3-jang bo'ladi do'stlar. Jang juda ham qiziqarli bo'lishi aniq. Yil jangi bo'lishi ham mumkin. Chunki ikkala sportsmen ham juda ham yaxshi jang qiladi. O'zlaring bilasizlar, bularning jangi har doim qiziq bo'lgan va bu safar har doimgidan ham qiziq bo'lishi kutilmoqda do'stlar. Xo'sh do'stlar, sizning fikringizcha ushbu bo'lajak jangda kimning imkoniyati ko'proq va kim chempion bo'ladi? Fikringizni albatta kommentga yozib qoldiring. Videoga like va repost bosib kanalga obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar.